Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib qoldi yurt uyma 22. bab Allah yo'lida yaralanishning fazilati va ba'zi yordorlarning bayoni. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki Allah yo'lida yaralansa, Allah o'zining yo'lida yaralangan kishini eng yaxshi bilguchidir. Qiyomat kuni yarasidan qon oqqan holati keldi. Yarasining rangi qonning rangida, qinining puruqi iporning puruqida bo'ldi. Buxoriy va Muslimning yana bir rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allah yo'lida yaralangan har qanday musulmon qiyomat kuni nayza sanjilgan chog'dagi holatga o'xshash qon eqib turgan holati keldi. Yarasining rangi qonning rangida, qinining puruqi iporning puruqida bo'ldi. Ibn Daqiq Eid rahimahulloh mundaq deydi: Qiyomat kuni uning yarasidan qon oqqan holatda kelishidagi hikmat o'zini jarohatlantirgan zolim dushman haqida guvohchi bo'lish hamda yarasidagi ipor puruqi orqali qiyomat maydonida turgan har bir kishiga o'z sharafini namoyon qilishdir. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki to'ygi usti yiliniga yig'ilganchilik qisqa vaqt bo'lsa-mu Alloh yo'lida urush qilsa, uningga jannat vojib bo'ldi. Kimki chin ko'ngildan Alloh yo'lida o'lishni tilasa, ammo o'z o'limida o'lsa yoki o'ldirilsa, u shahidning ajriga erishadi. Kimki Allah yo'lida jarohatlansa yoki yaralansa, qiyomat kuni uning yarasidan rangi za'faronning rangida va puruqi ipordek xushpuroq qon bulduqlab turgan holda keldi. Kimning badaniga Allah yo'lida biror narsa chiqib qolsa, uningga shahidlarning tamg'i surildi. Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allohga ikki tomchi va ikki izdilmi suyimlik narsa yo'q. U ikki tomchi bo'lsa, Allohdan qo'rqib oqqizgan yosh tomchisi va Alloh yo'lida to'kilgan qon tomchisi. Ikki iz bo'lsa, Alloh yo'lida jihad qilish davomida qoldirgan iz va Allohning farzlaridan birini ado qilish yo'lida qoldirgan iz. Hamda payg'ambar alayhisalom yana bu oyatlarni o'qidi: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ya'ni ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yinib olamsizlar. Ya'ni iymondan yinib murtad bo'lamsizlar. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan xudogo'y o'limalar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik beruvchilarni do'st tutdi degan oyatlarni o'qidi. Solim yiqilganda hamrohlarga Abu Huzayfa ibn Utba qandaroq deb so'ravdi. Ular u shahid bo'ldi dedi. Solim Palanicho deb so'ravdi. Ular u shahid bo'ldi dedi. Solim meni u ikkisining o'tirsa qo'yinglar dedi. Yazid ibn Sakan radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud kuni jangga kirganda dushmanlarning orasida qoldi. Bu kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun og'ir bir kun bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki qat savut kiyib olgan edi. Dushmanlar u kishiga yaqinlashib keldi. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu toki shahid bo'lguncha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qildi. Abu Dujana Simak ibn Xarasha ham ig'ir yaralanganiga qadar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'g'didi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzi yarlandi. Eziq tishi sunib ketdi. Qalpuki va mag'zi yerildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz uchun Allohga jinini satgan kim bor degaydi. Ansorilardan 5 yigit darhol keldi. Ularning ichida Ziyad ibn Sakan bor edi. Ziyad ibn Sakandan boshqa hammaylar shahid bo'ldi. U mustahkam turib jang qildi. Ondan u tarafga musulmonlardan bir turkum kishilar yugurib kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dushmanning iskanchisidan chiqardi va dushmanni hardirib chekinishga majbur qildi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu mundaq deydi: Uhud kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Said ibn Rabi radhiyallohu anhu ni izlashga vatdi va agar uni ko'rsang mendan salom aytqin hamda Rasululloh sendan ahvoling qandaroq deb so'raydi degan dedi. Men jasadlar orasidan izlab yurib uni oxirgi nafasga tushib qolgan holda topdim. Uning 70 yeri jarohatlangan edi. Men uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sana salom etdi va ahvolini so'radi dedim. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom bo'lsin. Uning yetkazib qo'yganki, Alloh taolo payg'ambarga o'z ummati orqali beradigan mukofotning eng yaxshisini sana biz tarafdan ato qilsin. Men haqiqatan jannatning hidini puravatıman. Ondan qavmim ansorilarga mening salomimni yetkazgan va ularga aytganki, sizlarning ko'zinglar mildirlab turdigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror peshkalikka yo'liqib qolsa, qiyomat kuni Allohning dargohida o'zinglarni oqlashga hech bir o'zringlar qolmaydi, dedi-da jon uzdi. Qadrli qarindoshlar, tövəndə huzuringlarga Mujahid qarinishimiz Hizbus Sami bilan ilib berilgan ziyoratni sunamiz. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadulloha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Müminlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lgan qadar dadillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigorga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q.